Assalomu alaykum. Ushbu loyiha O'zmilliy bank Qiziltepa BXM hamkorligida Navoiy viloyati Qiziltepa tumani Malkovod mefiyida 203-204 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda kungaboqar ekini ekilgan. 10 gektar maydonga ekilgan. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqib, ekinlar yetishtirish 150 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyiha 15 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon uchun o'rtacha 70 sotikdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Milliy Mega qishloq xo'jalik korxonasi kooperativ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektarda 4 tonna, jami 40 tonna hosil olish rejalashtirilmoqda. Kelajakda ekin maydonini kengaytirish va ushbu orqali dehqon xo'jaliklarining daromadlarini oshirish rejalashtirilmoqda.